Kia Carnival so'raganmidingiz aka? Men siz uchun topib keldim. 1.6 turbo gibrid. Oq rangda atigi 2300 km masofani bosib o'tgan. Mashinamiz absolutni toza. Hamma siz so'ragan funksiyalari bor. Elektronik eshik deysizmi? Ochilishiniga bir baho bering. Slipoy zonalargacha bor. 360 kameralar. Ichlari ham salafan holatda turib, hattoki lyuklarigacha bor. Oldi eshiklari, oldi o'rindiqlar hammasi elektronika boshqaruv, multirol, cruise control, climate control. 2300 km mashinamiz absolutni yangi. Elektronik ruchnik, skorserga bir e'tibor bering. Kalitlari ham ikkitadan, xudo xolasa, mashinamiz absolutni yangi. Hamma joy sensorli upravlение. Kimga qiziq bo'lsa aloqa etsa bo'ladi. Mashinamiz 9 kishilik, orqalari bilan hamma joydan xudo xolasa ko'rsatib beramiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqa etsa bo'ladi. Mashinamiz narxi Koreyadagi narxi $34,000. O'zbekistonga yetkazib olib berish bilan $38,000. Rastamoshka to'lovlar alohida chiqadi. Rastamoshka shaxsiyga olsangiz 15,000 atrofida chiqadi. Turistik firmaga oladigan bo'lsangiz teng yarim narxda chiqib qoladi. Xudo xolasa gibrid emblemalar bilan turibdi. Kimga qiziq bo'lsa Azamovtoga telefon qilasizlar. Chiroyli qilib olib, yuklab jo'natib beramiz. Xizmatimizdan foydalaning akalar. Xudo xolasa xizmatingizda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.